Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Qaysi ishlovchilarga qayta hisoblash qilindi? Kimlar bundan foyda ko'radi? Kimlar esa kutgandek qo'shimcha pul olmasligi mumkin? Bu masala faqat buxgalter yoki kadrlar bo'limi uchun emas, har bir ishlayotgan odam uchun muhim. Chunki qayta hisoblash degani ish haqi, pensiya, nafaqa, ustama, ta'til puli yoki boshqa to'lovlarda oldin noto'g'ri yoki eski tartibda hisoblangan summalar qaytadan ko'rib chiqilishi degani. Men bugun sizga oddiy tilda, misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin, qaysi hujjatlar kerak, qaysi hujjatlar kerak, qayerga murojaat qilish kerak, hammasini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim mayda ko'ringan shartlar odamning cho'ntagiga juda katta ta'sir qiladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki bunday amaliy va pulingizga bevosita ta'sir qiladigan ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik kerak. Avvalo bir narsani aniq qilib olaylik. Qayta hisoblash har doim ham hammaga qo'shimcha pul beriladi degani emas. Qayta hisoblash bu avval hisoblangan summa, yangi ma'lumot, yangi hujjat, yangi qonuniy norma yoki aniqlangan xato asosida qaytadan tekshiriladi degani. Natijada odamga qo'shimcha to'lov chiqishi ham mumkin, summa o'zgarmasligi ham mumkin. Ayrim holatlarda esa ortiqcha to'langan pul aniqlanishi ham mumkin. Oldin ko'p joylarda ish haqi va unga bog'liq to'lovlar asosan mavjud tarif stavkasi, lavozim maoshi ishlangan kunlar, ish vaqti jadvali va buxgalteriyaga topshirilgan hujjatlar asosida hisoblanardi. Agar xodimning ish staji, malaka toifasi, ustamasi, tungi ish soatlari, bayram kunlari ishlagan yoki mehnat sharoiti to'g'risidagi ma'lumotlar vaqtida kiritilmagan bo'lsa, uning oyligi to'liq chiqmasligi mumkin edi. Ko'p xodimlar buni bilmaydi. Menga shuncha chiqarganda deb yuravergan. Hozir esa ko'plab ma'lumotlar elektron tizimlar orqali solishtirilmoqda. Mehnat shartnomasi, buyruqlar, ish haqi hisob-kitoblari, soliq hisobotlari, pensiya jamg'armasi ma'lumotlari, ish staji va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha bazalar bir-biri bilan taqqoslanmoqda. Shuning uchun avval ko'rinmay qolgan farqlar yuzaga chiqmoqda. Masalan, odam aslida X stavkada ishlagan, lekin tizimda 0,5 stavka sifatida o'tgan bo'lsa, bu kelajakdagi pensiya hisob-kitobiga ham, ish haqi asosidagi ayrim to'lovlarga ham ta'sir qiladi. Yoki xodimga ustama berilishi kerak bo'lgan, ammo buxgalteriya buyruqni kech olgan bo'lsa, qayta hisoblash orqali farq to'lanishi mumkin. Eng muhim o'zgarish shundaki, bugun faqat og'zaki kelishuv yoki rahbar aytgan degan narsa yetarli emas. Hamma narsa hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Ishlovchi odam uchun asosiy himoya bu yozma mehnat shartnomasi, buyruq, tabel, hisob varaqasi va bank orqali tushgan to'lovlar tarixidir. Agar shu hujjatlar to'g'ri bo'lsa, qayta hisoblashni talab qilish ancha oson bo'ladi. Birinchi toifa. Lavozim maoshi yoki tarif stavkasi oshgan, lekin oshgan summa o'z vaqtida qo'llanmagan xodimlar. Masalan, tashkilotda 1 yanvardan maoshlar 10% ga oshirilishi haqida buyruq chiqqan. Xodimning eski maoshi 300 ming so'm edi. Yangi tartib bo'yicha 300 ming so'm bo'lishi kerak edi. Lekin buxgalteriya yangilangan buyruqni fevralda kiritgan va yanvar uchun xodimga eski maoshdan to'langan. Bunday holatda yanvar oyi uchun 300 ming so'm farq qayta hisoblanishi kerak. Agar bu holat 3 oy davom etgan bo'lsa, farq 900 ming so'mga yetadi. Unga bog'liq soliq, ijtimoiy to'lov va boshqa ajratmalar ham qayta ko'rib chiqiladi. Ikkinchi toifa. Malaka toifasi razryad ilmiy daraja, sertifikat yoki ustama huquqi kech kiritilgan xodimlar. Masalan, o'qituvchi sentabr oyidan boshlab oliy toifaga ega bo'lgan. Lekin hujjati maktab buxgalteriyasiga noyabrda yetib kelgan. Agar oliy toifa uchun 20% ustama belgilangan bo'lsa, sentabr va oktabr oylar uchun farq qayta hisoblanadi. Bu yerda muhim narsa shuki, ustama huquqi qaysi sanadan kuchga kirgani hujjatda aniq yozilgan bo'lishi kerak. Agar sertifikat may sentabrdan amal qilsa, butun sentabrga emas, amaldagi tartibga qarab, may sentabrdan keyingi davrga hisoblanishi mumkin. Uchinchi toifa, tungi vaqtda, bayram kunlarida yoki dam olish kunlarida ishlagan, lekin qo'shimcha haq to'liq hisoblanmagan xodimlar. Masalan, hamshira oy davomida 48 soat tungi smenada ishlagan. Tungi soat uchun qo'shimcha to'lov bo'lishi kerak. Agar tabelda tungi soatlar noto'g'ri ko'rsatilgan yoki umuman kiritilmagan bo'lsa, u oddiy ish soati sifatida hisoblanib qolishi mumkin. Keyin tabel tuzatilsa, tungi soat ustamasi qayta hisoblanadi. Yana bir misol. Do'kon sotuvchisi bayram kuni ishlagan, lekin unga oddiy ish kuni sifatida pul to'langan.
Agar u bayram kuni ishga jalb qilinganini tasdiqlovchi buyruq, tabel va ish grafiki bo'lsa, unga qonuniy tartibda qo'shimcha haq hisoblanishi kerak. 4-toifa ta'til puli noto'g'ri hisoblangan xodimlar. Bu juda ko'p uchraydi. Ta'til puli odatda xodimning o'rtacha ish haqiga bog'liq. Agar o'rtacha ish haqiga kirishi kerak bo'lgan mukofot ustama yoki qo'shimcha to'lovlar hisobga olinmagan bo'lsa, ta'til puli kam chiqadi. Masalan, xodim oxirgi 2 oyda har oy 1,000 so'm maosh va qo'shimcha 5,000 so'm ustama olgan. Ta'til puli hisoblanayotganda buxgalteriya faqat 1,000 so'mni inobatga olib, ustamani unutgan bo'lsa, ta'til puli kam chiqadi. Keyin bu aniqlansa, qayta hisoblash qilinadi va farq to'lanadi. 5-toifa kasallik varaqasi bo'yicha to'lov noto'g'ri hisoblangan xodimlar. Masalan, xodim 10 kun kasal bo'lgan. Ish staji va o'rtacha ish haqiga qarab unga ma'lum foizda to'lov qilinishi kerak. Agar ish staji bazada noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa yoki o'rtacha ish haqi noto'g'ri olingan bo'lsa, kasallik puli kam chiqishi mumkin. Ayniqsa bir nechta tashkilotda ishlagan, ish joyi almashgan, homiladorlik va tug'ruq ta'tili, vaqtincha mehnatga layoqatsizlik holatlarida xatolar ko'p uchraydi. 6-toifa mehnat sharoiti og'ir. Zararli yoki alohida sharoitda ishlaydigan xodimlar. Bunday ishlarda qo'shimcha ta'til, ustama, qisqartirilgan ish vaqti yoki boshqa imtiyozlar bo'lishi mumkin. Agar ish joyi attestatsiyasi, lavozim ro'yxati yoki zararli mehnat sharoiti bo'yicha hujjatlar to'g'ri yuritilmagan bo'lsa, xodimning haqqi to'liq berilmay qolishi mumkin. Ishlab chiqarish seksida kimyoviy moddalar bilan ishlaydigan xodimga qo'shimcha ustama belgilangan, lekin u umumiy ishchi sifatida rasmiylashtirilgan. Hujjatlar tuzatilsa, qayta hisoblash masalasi ko'tariladi. 7-toifa pensiya yoshiga yetgan, lekin ishlashda davom etayotgan yoki ishlagan davrlari pensiya hisobida aks etmagan shaxslar. Bu juda muhim nuqta. Ishlovchi pensionerlar yoki pensiya tayinlash arafasidagi xodimlar uchun ish staji va daromadlar to'liq aks etishi shart. Agar odam ishlagan, lekin ish beruvchi ijtimoiy soliq yoki tegishli hisobotlarni to'g'ri topshirmagan bo'lsa, uning pensiya hisobiga ta'sir bo'lishi mumkin. Qayta hisoblash aynan shu yerda katta ahamiyatga ega. Odamning haqiqiy ishlagan davr va daromadi tasdiqlansa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar sizning oyligingiz oxirgi oylarda o'zgargan bo'lsa, lekin hisob varaqasida eski summa turgan bo'lsa, albatta tekshiring. Agar sizga keyin qo'shib beramiz deyishgan bo'lsa, bu gap qaysi oyda va qanday hujjat asosida bajarilganini ko'ring. Og'zaki va'da hisob kitob emas. Agar siz tabelda real ishlash kunlaringiz, soatlaringiz, tungi smenangiz yoki qo'shimcha ish vaqtingiz to'g'ri ko'rsatilganiga ishonchingiz kamil bo'lmasa, tekshiring. Ko'p xodimlar oy oxirida tabelni ko'rmaydi, faqat karta tushgan summani ko'radi. Ammo karta tushgan pulni tushunish uchun hisob varaqasi kerak. Hisob varaqasida lavozim maoshi, ustama, mukofot, ushlab qolingan soliq, avans, aliment, qarzdorlik, kasallik varaqasi, ta'til puli hammasi ko'rinishi kerak. Agar siz yaqinda toifa olgan bo'lsangiz, lavozimingiz o'zgargan bo'lsa, stavkangiz 0,5 dan ish stavkaga o'tgan bo'lsa yoki aksincha ish grafikingiz o'zgargan bo'lsa, albatta qayta hisoblash ehtimoli bor. Masalan, xodim Irmartdan bo'lim boshlig'i vazifasini vaqtincha bajargan, ammo buyruq Irmartda chiqqan. Agar buyruqda vazifani bajarish Irmartdan deb yozilgan bo'lsa, Irmartdan boshlab qo'shimcha haq hisoblanishi kerak. Agar buyruqda faqat 20 martdan deb yozilgan bo'lsa, unda oldingi 19 kunni talab qilish qiyinlashadi. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning mehnat shartnomangiz to'g'ri, ish grafikingiz aniq, hisob varaqangiz muntazam beriladi, oylikdagi barcha ustamalar ko'rsatilgan, ishlagan soatlaringiz tabelda to'g'ri aks etgan, bankka tushgan summa hisob varaqasidagi summa bilan mos bo'lsa, katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir yilga kamida 1 marta hujjatlarni tekshirib turish kerak. Chunki xato har doim yomon niyatdan bo'lmaydi. Ba'zan yangi dasturga o'tish, xodimlar almashinuvi, buyruqning kechikishi yoki noto'g'ri kod kiritilishi ham farq chiqaradi. Birinchi misol. Dilorom opa bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlaydi. Uning maoshi 200 ming so'm. U avgust oyida malaka toifasini oshirgan va sentabrdan ustama olish huquqiga ega bo'lgan, lekin hujjat dekabrda buxgalteriyaga kiritilgan. Har oy 15% ustama chiqishi kerak edi. Ya'ni daqiqamda 1000 ming so'm. Sentabr, oktabr, noyabr uchun jami 4 ming so'm farq chiqadi. Agar dekabrda ham eski tartibda to'langan bo'lsa, yana 400 so'm qo'shiladi. Demak,
Birgina hujjat kech kiritilgani uchun Dilorom opa bir necha million so'mdan vaqtincha mahrum bo'lgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, Sardor zavodda smenali ishchi. U oy davomida 1060 soat ishlagan. Shundan gartim soati tungi vaqtga to'g'ri kelgan. Oddiy soatlik ish haqi 25 million so'm. Tungi ish uchun qo'shimcha haq qo'llanishi kerak. Agar gartim soat oddiy soat sifatida ketgan bo'lsa, Sardor kamida bir necha yuz ming so'm farqni olmagan bo'lishi mumkin. Bu bir oy uchun. Agar bu holat 6 oy davom etsa, farq anchagina katta bo'ladi. Shuning uchun smenali ishchilar o'z tabelini alohida nazorat qilishi shart. Ikkinchi misol, Nafisa xonim ta'tilga chiqdi. Unga 2800 ming so'm ta'til puli tushdi. Lekin u hisob varaqasini tekshirsa, oxirgi 12 oyda olgan doimiy ustamalari o'rtacha ish haqiga qo'shilmaganini ko'radi. Natijada ta'til puli kam chiqqan. U buxgalteriyaga yozma ariza bilan murojaat qiladi. Oxirgi ingicha oylik hisob varaqalarini so'raydi va qayta hisoblashni talab qiladi. Tekshiruvdan keyin unga 600 ming so'm farq to'lab beriladi. Bu oddiy misol. Lekin har yili minglab xodimlar aynan ta'til puli hisobida farq bor yo'qligini tekshirmaydi. To'rtinchi misol. Akmal aka 62 yoshga yaqinlashgan va pensiyaga chiqmoqchi. U 1990 yillarda bir korxonada ishlagan. Lekin mehnat daftarchasidagi yozuv noaniq, korxona esa tugatilgan. Agar u o'sha davrni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni topsa, pensiya hisobida foyda bo'lishi mumkin. Agar topmasa, staj to'liq tasdiqlanmay qolishi ehtimoli bor. Shuning uchun pensiya yoshini kutmasdan oldindan ish stajini tekshirish kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Hamma ishlovchilarga avtomatik qayta hisoblab beriladi degan fikr. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ayrim holatlarda qayta hisoblash tizim orqali avtomatik bo'ladi. Masalan, maosh oshirish bo'yicha umumiy buyruq chiqib, dasturga yangi stavkalar kiritilsa, ammo ayrim holatlarda xodimning o'zi ariza berishi, hujjat topshirishi kamchilikni ko'rsatish kerak bo'ladi. Ayniqsa individual holatlar, malaka toifasi, ish staji, zararli sharoit, qo'shimcha ish, kasallik varaqasi, ta'til puli, pensiya ma'lumotlari bo'yicha xodimning faolligi juda muhim. Ikkinchi tuzoq, hujjat sanasi bilan huquq paydo bo'lgan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, sertifikat 10 iyunda berilgan, lekin unda 1 iyundan kuchga kiradi deb yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, sertifikat 10 iyunda berilgan, lekin faqat 1 iyuldan amal qiladi. Qayta hisoblash aynan qaysi sanadan qilinishi hujjat matniga bog'liq. Shuning uchun hujjatni shunchaki topshirib qo'yish yetarli emas, undagi amal qilish sanasini o'qish kerak. Uchinchi tuzoq, men ishlaganman, hamma biladi degan yondashuv. Mehnat munosabatlarida bilish boshqa, isbotlash boshqa. Agar siz bayram kuni ishga chiqqan bo'lsangiz, lekin buyruq yo'q, tabelda ko'rsatilmagan, ish grafikida aks etmagan bo'lsa, keyin haq talab qilish qiyin bo'ladi. Shuning uchun qo'shimcha ishga qolganingizda ham iloji boricha yozma asos bo'lsin. Hech bo'lmasa rahbarning xizmat xati, navbatchilik jadvali, elektron topshiriq yoki ishga jalb qilish haqidagi buyruq bo'lishi kerak. To'rtinchi tuzoq. Norasmiy maosh. Ba'zi xodimlar rasmiy 2000 ming so'm, qo'lda yana 2000 ming so'm oladi. Bunday holatda qayta hisoblash faqat rasmiy hujjatlardagi summa bo'yicha qilinadi. Ertaga ta'til puli, kasallik varaqasi, pensiya, kredit olish, aliment yoki kompensatsiya hisoblanganda faqat rasmiy daromad ko'rinadi. Shuning uchun qo'lda olaman, menga farqi yo'q degan fikr juda xavfli. Bugun qulay ko'ringan norasmiy to'lov ertaga katta zarar keltiradi. 5-tuzoq. Muddatlar. Har bir talabning o'z muddati bo'lishi mumkin. Xodimlar ko'pincha yillar o'tib, menga 5 yil oldin ustama bermagan deb keladi. Albatta, ayrim holatlarda hujjatlar tiklanadi, tekshiruv o'tkaziladi. Lekin vaqt o'tgan sari isbotlash qiyinlashadi. Tabel topilmasligi, rahbarlar almashgani, arxivga topshirilgan hujjatlar yo'qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun farqni sezgan zahoti murojaat qilish kerak. Bir oyda aniqlangan xato odatda tezroq tuzatiladi. 3 yil oldingi xato esa ko'proq hujjat talab qiladi. 6-nozik jihat, qayta hisoblash natijasida sog'liq va ushlab qolishlar ham o'zgaradi. Masalan, sizga 1000 ming so'm farq hisoblandi. Bu to'liq 1000 ming so'm qo'lingizga tushadi degani emas. Undan amaldagi soliqlar, majburiy ushlab qolishlar, aliment, ijro hujjati bo'yicha qarzdorlik bo'lsa, ular ushlab qolinishi mumkin. Xodimlar ba'zan menga 1 million deyishdi. Nega 8-7 ming tushdi deb hayron bo'ladi. Javob oddiy, hisoblangan summa
va qo'lga tegadigan summa boshqa bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat. Ortiqcha to'lov aniqlanishi ham mumkin. Masalan, xodimga 2 oy davomida ustama noto'g'ri yuqori foizda berilgan bo'lsa, qayta hisoblashda ortiqcha to'lov chiqadi. Bu holatda ish beruvchi uni qanday tartibda ushlab qolishi mumkinligi qonuniy me'yorlarga bog'liq. Har qanday ushlab qolish ham avtomatik va cheksiz bo'lavermaydi. Xodim bu yerda ham hisob kitobni ko'rish, asosni so'rash, yozma tushuntirish, talab qilish huquqiga ega. 8-nozik jihat. Bir nechta ish joyida ishlaydiganlar. Agar siz asosiy ish joyidan tashqari o'rindoshlik asosida ishlasangiz, har bir ish joyidagi hisob kitob alohida yuritiladi. Ta'til puli, kasallik varaqasi, ish vaqti, ustama masalalarida hujjatlar chalkashib ketishi mumkin. Masalan, asosiy ish joyida 20 stavka, ikkinchi joyda 0,5 stavka ishlaysiz. Agar ikkinchi joyda shartnoma noto'g'ri bo'lib, 25 stavka deb kiritilgan bo'lsa, sizning rasmiy daromadingiz va kelajakdagi hisoblaringiz kamayib ko'rinadi. 9-nozik jihat lavozimnomi. Ba'zi imtiyozlar aynan lavozimnomiga bog'liq bo'ladi. Siz amalda bir ishni bajarasiz. Hujjatda esa boshqa lavozim turadi. Masalan, laboratoriyada zararli moddalar bilan ishlaysiz, lekin hujjatda oddiy yordamchi ishchi deb yozilgan bo'lsa, imtiyozli ustama yoki qo'shimcha ta'til masalasi bahsli bo'ladi. Shuning uchun mehnat shartnomangizdagi lavozim nomi real bajarayotgan ishingizga mos kelishi kerak. Birinchi qadam, oxirgi 6 yoki 12 oylik hisob varaqalaringizni oling. Har bir xodim o'z ish haqi qanday hisoblanganini bilishga haqli. Hisob varaqasida asosiy maosh, ustama, mukofot, qo'shimcha ish, tungi soat, bayram kuni, ta'til puli, kasallik varaqasi, ushlab qo'lingan soliqlar ko'rsatilishi kerak. Agar sizga hisob varaqasi berilmayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyaga yozma ravishda so'rov bering. Ikkinchi qadam, mehnat shartnomangizni tekshiring. Unda lavozim, stavka, ish vaqti, maosh yoki tarif, ish joyi, ish boshlangan sana aniq yozilganmi? Agar siz I stavka ishlasangiz, shartnomada ham I stavka bo'lishi kerak. Agar lavozimingiz o'zgargan bo'lsa, qo'shimcha kelishuv yoki buyruq bormi? Agar sizga ustama va'da qilingan bo'lsa, u qaysi hujjatda aks etgan? 3-qadam. Buyruqlarni tekshiring. Ishga qabul qilish, lavozimga o'tkazish, malaka toifasi, ustama belgilash, qo'shimcha vazifa yuklash, bayram kuni ishga jalb qilish, ta'tilga chiqarish bo'yicha buyruqlar bo'lishi kerak. Buyruqdagi sana juda muhim. Agar buyruqda sana noto'g'ri bo'lsa, hisob kitob ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. 4-qadam, tabel va ish grafikini solishtiring. Ayniqsa smenali, tungi, navbatchilik asosida qo'riqlash, tibbiyot, ishlab chiqarish, savdo, transport, ta'lim va xizmat ko'rsatish sohasida ishlaydiganlar tabelni albatta ko'rsin. Real ishlagan kuningiz bilan tabeldagi kun mos keladimi? Tungi soatlar ajratilganmi? Dam olish kuni ishlaganingiz ko'rsatilganmi? Agar yo'q bo'lsa, darhol rahbaringizga yozma murojaat qiling. 5-qadam, malaka, sertifikat, diplom, staj, toifa hujjatlarini yig'ing. Agar ustama yoki maosh oshishi shu hujjatlarga bog'liq bo'lsa, ularning nusxasini kadrlar bo'limiga topshirganingiz haqida tasdiq oling. Faqat qo'lga berib ketmang. Kirim raqami qabul qilingan sana. Mas'ul xodim imzosi yoki elektron yuborilgan bo'lsa, yuborilganligi haqida iz qolishi kerak. 6-qadam, agar pensiya yoki staj masalasi bo'lsa, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Ishlagan davrlaringiz to'liq ko'rinadimi? Ish beruvchi tomonidan hisobotlar topshirilganmi? Oldingi ish joylaringiz bo'yicha mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotlari, buyruq nusxalari, shaxsiy varaqa, shartnoma nusxalari bor yo'qligini aniqlang. Pensiyaga chiqishdan 5-6 oy oldin emas, imkon qadar oldinroq tekshirish kerak. 7-qadam, qayta hisoblash uchun yozma ariza bering. Arizada hissiyot emas, fakt yozing. Masalan, men 2024 yil 1 sentabrdan oliy toifa bo'yicha ustama olish huquqiga egaman. Biroq sentabr, oktabr va noyabr oylari ish haqi hisobida ushbu ustama aks ettirilmagan. Shu davr uchun ish haqimni qayta hisoblab berishingizni va hisob kitob varaqasini taqdim etishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, javob berish ham oson, tekshirish ham oson. 8-qadam. Arizaga hujjatlarni ilova qiling. Sertifikat nusxasi, buyruq nusxasi, hisob varaqasi, tabel nusxasi, ish grafigi, bankdan tushumlar tarixi, mehnat shartnomasi, qo'shimcha kelishuv, kasallik varaqasi. Ta'til buyruq kabi hujjatlar bo'lishi mumkin. Qaysi hujjat kerakligi holatga qarab farq qiladi, lekin asosiy qoida bitta. Da'vo hujjat bilan mustahkamlanishi kerak. 9-qadam, javobni yozma oling. Ko'rib chiqamiz. Keyingi oy beramiz, buxgalter biladi degan og'zaki javob bilan cheklanib qolmang.
Agar farq bor bo'lsa, qaysi oyda to'lanadi? Agar farq yo'q deyishsa, nima uchun yo'q? Qaysi norma yoki qaysi hisob-kitob asosida rad etildi? Yozma javob keyingi bosqichlarda juda kerak bo'ladi. 10-qadam ish beruvchi hal qilmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki vakolatli organlarga murojaat qiling. Mehnat nizosi bo'lsa, avval tashkilot ichida hal qilishga urinib ko'ring. Natija bo'lmasa, mehnat organlari, kasaba uyushmasi, tegishli nazorat idoralari yoki sud tartibi masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Men har doim shuni maslahat beraman. Avval hujjatlarni tartibga soling, keyin murojaat qiling. Hujjatsiz shikoyat zaif bo'ladi. Hujjatli shikoyat esa ancha kuchli bo'ladi. Xulosa qilib aytaman, qayta hisoblash hamma uchun bir xil avtomatik sovg'a emas. U aniq shartlarga bog'liq. Kimning maoshi o'zgargan, toifasi oshgan, ustamasi kech kiritilgan, tungi yoki bayram kuni ishlagani hisobga olinmagan, ta'til puli yoki kasallik puli noto'g'ri hisoblangan, pensiya, staji yoki daromadi to'liq aks etmagan bo'lsa, albatta tekshirish kerak. Eng asosiy qoida. Pulingizni himoya qilish uchun hisob varaqasini ko'ring. Shartnomangizni tekshiring, tabelani solishtiring, hujjatlarni saqlang va murojaatni yozma qiling. Siz o'z mehnatingiz uchun to'liq va qonuniy haq olishga haqlisiz. Agar sizda ham qayta hisoblash bo'yicha vaziyat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi sohada ishlaysiz? Qanday farq chiqqan, sizga to'lab berishdimi yoki yo'qmi? Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir ishlayotgan odamga kerak bo'lishi mumkin.